Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Islomdan diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, vrach ultrasoniy diagnostika joyiga dosh. Hurmatli obunachilar, jinsiy zaiflikni qanday davolash kerak? Mana shu savolga javob beramiz. Eng zo'r davosi, eng zo'r metodikasi nima? Bu yerda o'sha bir nechta liniya terapiyalar bor. Ya'ni bemorga o'tkazilgan, ya'ni bemorga shunday narsani taktikani aytish kerakki, bemor o'zi buni qabul qilish kerak, o'zi vibrat qilish kerak. Birinchisidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jinsiy zaiflikni 5 yillab konservativni davolagan, ya'ni dorilar bilan davolagan, 10 yillab dorilar bilan davolaganlarga oxirgi etapida o'sha implant qo'yishga majbur bo'lgan va shu implant qo'ygan odamlardan so'raganda, agar siz implant haqida bilganingizda edi, shu dorilarni ichmasdan implant qo'ygan bo'larmidingiz degan savolga shunday javob berishganki, 55% dan ortig'i, ya'ni biz implant oldin bilmagan ekanmiz nimaligini, chunki agar bilganimizda biz implantni qo'ygan bo'lar edik degan javob berishgan. Nimaga bunday desa, chunki siz hamma vaqt jinsiy aloqaga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak emas, dori ichish shart emas. Jinsiy aloqadan 1 soat oldin yoki bo'lmasam demak, ya'ni tayyorgarlik ko'rishlik kerak emas, vakuum terapiya qilish kerak emas. Agar vakuum qilayotgan bo'lsangiz, operatsiya o'sha dori ichganingizdan keyin og'riq, bosh og'riqlar bo'lmaydi. Ya'ni siz любой время, любой holatda jinsiy aloqa qilishingiz mumkin. Ya'ni jinsiy aloqa qilasiz, jinsiy holatingiz любой время tayyor. 20 marotaba qilasizmi, 30 marotaba qilasizmi, bu sizning shaxsiy ishingiz va buni qilgandan keyin hech qanaqa problema bo'lmaydi. Yani shuning uchun shunday javob berishganki, implantatsiya jinsiy zaiflikni davolovchi eng kuchli, eng zo'r metodikasi hisoblanadi. Biz shuning uchun hozirda o'zida agar shu katta so'rovnomalarga qarab aytadigan bo'lsak, shu so'rovnomalar bilan yoki mana shu ilmiy tadqiqotga qarab, asl Yevropeyskiy assotsiatsiya, amerikansklar aytadiki, что birinchi navbatda agar bemorga siz hamma liniya terapiyani aytasiz, qanday davolashni aytasiz va mana shu davolashni agar o'shan qaysisini u vibrat qilsa, tanlasa, uni haqda. Agar aytsa-ki, men implant qo'yaman desa, implant qo'yishga hech qanaqa problema yo'q. Shuning uchun implantatsiya hozirgi kunda 99% hollarda 100% jinslar turgizib beradigan единственный, ya'ni yagona bitta lecheniya xolos. Qolganlari hammasi bora-bora dori ichasiz, vakuum qilasiz, inyeksiya qilasiz, baribir implantga kelib olib keladi, o'rtada qiynalganingiz qoladi. Va shu implantatsiyani biz o'zimiz tajribamizda ishlatamiz va bu implantatsiyani operatsiyasini O'zbekistonda, Moskvada qo'yapmiz va bu jinsiy zaiflikni eng zo'r davolovchi bir metodik operatsiya hisoblanadi. Operatsiya haqida gapiradigan bo'lsak, operatsiya bir kunlik operatsiya, ertalab qilsak hech kun javob beramiz yoki ertasi kun javob beramiz biz va operatsiyadan keyin bir hafta uyda yotish kerak, bir 6 haftadan keyin jinsiy aloqa qilish mumkin, ya'ni 1 oydan keyin bemalol jinsiy hayotga qaytishingiz mumkin. Shu haqda savollaringiz bo'lsa yoki qilmoqchimiz bo'lsa, jinsiy zaiflik bor, kommentariyada yozib qo'ying, o'qib albatta javob beramiz va sizdek bo'lgan savollarga agar bizga yoqqan bo'lsa yoki bu savollarga biz javob bermaymiz, hatto video lavha ham qilishimiz mumkin. Salomat bo'ling.